To'lqin Eshbek she'ri. Saxovat fasli. Yurgil dalalarga ketaylik do'stim, diqqi nafas uyda yotmoq paytimiz. Abdulla Oripovdan iqtibos. Qamish qo'g'alarini ohista to'zg'ab, kuz keldi ko'ngilga tuyg'ular qo'zg'ab, bozor oralasang naqd yangi hosil, dehqonlar daromad vasliga vosil. Dehqon daromadni boyligi yurtning, dehqon sarchashmasi baraka kuting. Dehqon bozoru yoz ko'zlarda pana, ko'zga uni topgay sharaf tantana. Salom bilan kelgay savdogar ahli, dehqonning dangalidir shodligi jahli. Lafzin egasiyu u ko'zli hamdag'al, insof deganlarni bilinglar sag'al. Hosili bilandir kuz tarovati, dehqonlar mehnati yer saxovati, mirishkor dehqonlar bo'lsin salomat, ularni chetlasin sangi malomat. Polizi, paxtasi, sholi, g'allasi, yig'ilar paytidir kuzak pallasi. Hasharga shoshgaymiz biz ahli shahar, tobora kechikib otmoqda sahar. Bu ishdan nolish yo'q, g'ayrat benayrang, qish kunlari qilsak yarashar bayram. Sholilar oqlanar, so'yilar qo'ylar, katta qozonlardan taralar bo'ylar. Ko'pkariga shoshar uloqchi otlar, bunda yo'q birorta begona yotlar. Duo ketgani rost yurtimga asli, oltin kuz, shunday zo'r saxovat fasli. Adabiyotga oshno bu qizlarim, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti talabalari ism sharifimizni aytamiz. Oqbo'tay va Gulsevar. Sizlarga ham ijodiy, ilmiy parvozlar tilab qolamiz. Salomat bo'linglar.